Assalomu alaykum va rahmatullohi do'stlar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa kompyuterimizdan sozlab olamiz JavaScript darslari uchun. Xo'p, bu darslarimiz beginnerlar uchun emas, bu darslarimiz React'ni o'rganmoqchi bo'lgan dasturchilarga, yosh dasturchilarga bag'ishlanadi. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi biz project initiate qilishimiz kerak. Ya'ni initiate degani o'sha boshlab olishimiz kerak. Uning uchun bizda yarn yoki npm bo'lishi kerak. Bu darsda men yarn ishlataman. Yarn init keyin slash chiziqcha, ya'ni keyin y yozaman. Ya'ni y harfini. Xo'p, bu bizda package.json faylini yasab beradi. Xo'p, ana endi bu yerda nomi bor, versiyasi, keyin main qaysi birligini ko'rsatyapti. Xo'p, index.js deyapti. Bu yerdan index.js yasab qo'yamiz. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Yarn xo'p, add node mon. Xo'p, bu nima narsa qilib beradi? Ya'ni JavaScriptda yozgan kodlarimizni qanaqadir o'zgarishi bo'lsa, avtomatik serverni yangilab turadi. Ya'ni oxirgi o'zgarishlarni bizga ko'rsatib beradi. Xo'p, buni install qilamiz, ya'ni o'rnatamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek dependency'ni ichiga qo'shildi. Ana endi biza bir ikkita script yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni scripts deb yozaman. Buning ichida nima bo'ladi? Buning ichida xo'p, dev deymiz. Dev. Ana endi dev ichiga yozamiz. Xo'p, nodemon keyin index.js. Index.js. Xo'p, buni saqlanib qilamiz, yopishimiz mumkin. Ana endi terminalni tozalab yuboraman. Bu yoqqa console.log yozamiz. Tak, console.log masalan assalomu alaykum. Xo'p, ana endi nima deymiz? Bu yerdan yarn run dev terminaldan biz xato yozib qo'yamiz. Bu nodemon bo'lishi kerak. Xo'p, boshqatdan ko'rib turganingizdek konsolimizda assalomu alaykum chiqdi. Buni zo'r tarafi, agar men buni va alaykum assalom deb yozib saqlanib bossam, ko'rib turganingizdek avtomatik ko'rsatyapti. O'shaning uchun biz nodemonni o'tkazib oldik. Xo'p, bugungi darsda nimani boshlaymiz? Bugungi darsda biza ya'ni o'zgaruvchilar haqida gaplashamiz. Bu darsda var, let, constlarni farqlarini o'rganamiz. Ya'ni ko'pchilik buni mavzuni bilaman deydi. Ya'ni var juda eski usul, keyin let bilan const ishlatishimiz kerak, var ishlatmasligimiz kerak deydi. Lekin nima uchunligini menimcha ko'pchilik bilmaydi. Xo'p, ana endi nimadan boshlaymiz? Xo'p, console.log o'chirib qo'yaman. Buni yopamiz. Xo'p, ana endi buni pastroqga tushiramiz. Birinchi bo'lib variable orqali, ya'ni var orqali men name yozaman. Name. Buni tenglaymiz Abdulboriyga. Abdulboriy. Xo'p, ana endi console.log qilamiz name. Xo'p, name console.log qildim. Ko'rib turganingizdek Abdulboriy chiqyapti. Ana endi yana bir marta men var name deb bu yoqqa masalan Abdulaziz desam, ko'rib turganingizdek Abdulaziz chiqyapti bu yerda. Nima uchun? Bizda o'sha error berish kerak edi. Nimaga ikki marta biz var ishlatamiz? Agar men var olib tashlaganimda bu to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Nimaga? Name'ni biz qaytadan, ya'ni assign qilgan bo'lishimiz kerak edi, ya'ni qaytadan e'lon qilgan bo'lishimiz kerak edi. Lekin biz var ishlatamiz. Agar xuddi shu holatda let ishlatsak nima bo'ladi? Xo'p, let name deylik Abdulloh. Ana endi yana bir marta let name teng o'sha Abdulaziz desam, ko'rib turganingizdek bu yerda o'sha cannot redeclare block scoped variable name, ya'ni qaytadan redeclare qilib bo'lmaydi, ya'ni qaytadan e'lon qila olmaymiz, chunki o'sha biz yasadik. Agar letni olib tashlasam error ketadi. Name console.log qilaylik. Xo'p, name ko'rib turganingizdek Abdulazizni ko'rsatyapti. Bu yerda bu to'g'ri yozilgan kod. Nima uchun? Chunki
let qaytadan reassign qilsak bo'ladi, lekin let yozib qila olmaymiz. Bunaqa bo'lsa error beradi. Xo'p, mana shu bitta chalg'itadigan joyi. Ikkinchi muammo nimada? Xo'p, if statement yozamiz true. Ana endi true ni ichida deylik let age, ya'ni yosh teng bo'lsin 20 ga. Ana endi console log qilaman. Xo'p, age deb yozsam, menda error chiqadi. Ya'ni age is not defined, ya'ni age topilmadi. Ya'ni berilmagan notda. Nimaga? Chunki age'imiz, ya'ni block scope. Bu ya'ni curly braces, ya'ni if ichida, ya'ni mana jingalak qavs ichida turganligi uchun nima console logimiz topa olmayapti. O'shaning uchun bizga error, ya'ni xato qaytaryapti. Xo'p, agar buni men var ga o'tkazadigan bo'lsam, bizda 20 chiqadi. Ya'ni ko'rib turganinglardek, bu global bo'lib qoldi. Buni muammosi nima desanglar, masalan, men bu yerda age masalan teng 30 deb olsam, bu 30 ni ko'rsatadi. Ya'ni buni ichidagi ya'ni qiymatni o'zgartirib qo'yadi. Bu kutilmagan qanaqadir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda yana var deydigan bo'lsam ham baribir shu. Bu juda ham sizni chalg'itishi mumkin. Ya'ni programma yozgan paytingizda juda chalib qolishi ehtimolingiz katta. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Bunda nimalar bor? Xo'p, buni kommentariyaga yozib turamiz. Ya'ni o'zgaruvchini var bilan qayta e'lon qilishingiz mumkin. Bu funksiya doirasida ishlaydi. Ya'ni functional scope bo'ladi. Xo'p, ana endi ya'ni undan tashqari bu block scope'da ishlamaydi. Hozir aytganimdek, mana masalan bu yerda nima if ichida ishlamaydi, for ichida ishlamaydi, yana shunaqa holatlarda ishlamaydi. Agar kelinglar yana bitta narsa yozib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda function yozamiz. Function ichida masalan salom deymizda. Ana endi buni ichida yozamiz var name deylik. Xo'p, Abdulloh yana. Ana endi tashqaridan console log qilib name qiladigan bo'lsam, bu уже error beradi. Ya'ni name is not defined. Bu faqatgina varimiz function ichida ishlaydi. Function scope deyiladi. Block scope emas. Bu block scope, bu function scope. Ya'ni farqi function ichida qoladi faqatgina. Eng yaqin function ichida. Ya'ni function ichida yana men function yozishim mumkin. Xo'p, ichki deymizda, buni ichida yana yozishim mumkin. Xo'p, ana endi console logga buni ichida chaqiradigan bo'lsam, keyin functionni chaqirsak bu yerda function to'g'ri salom console log qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek name is not defined. Nechta functionni ichida bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini eng yaqin ya'ni eng yaqin functionni ichida yashaydi. Ya'ni bu yerda hozir eng yaqini ichki. Ichkaridan tashqariga yuramiz, o'shaning uchun. Xo'p, console log name buni ichiga o'tkazadigan bo'lsak, bizda error bo'lmaydi. Xo'p, buni ichida ham chaqirib qo'yishimiz kerak. Tak, ichki. Xo'p, ana endi Abdulloh chiqyapti. Xo'p, bu holatda agar chaqirib tashqaridagi qo'yadigan bo'lsam-chi, bunda ham baribir name is not defined bo'laveradi. Xo'p, format qo'ramiz, konfiguratsiya qilib qo'yishimiz kerak. Prettier ko'rib turganinglardek, hozir shunaqa muammolarga duch kelishimiz mumkin. Xo'p, ana endi let haqida gaplashamiz. Let o'zi nima? Let bu yangi va xavfsiz usul hisoblanadi. Boya ko'rganimizdek bu block scope, ya'ni men if yozib, masalan ichiga true qilib, bu yerda let name masalan deylik Abdulloh. Endi tashqaridan console log qilsak, tak name ni bizda nima chiqadi? Bizda error chiqadi. Ya'ni name is not defined. Chunki faqatgina bu blok ichida yashayapti. Mana blok deganda nimani tushuninglar? Har doim men ikkita jingalak qavs deysizlarmi yoki curly braces deysizlarmi? O'shaning ichida turgan narsa o'sha blok hisoblanadi. Xo'p, agar men bu yerda let name deb turib, masalan buni Aziz desam,
bu konsolni boshqatdan o'chirib yuboramiz, boshqatdan sahnaga qilsak aziz chiqadi. Nima uchun aziz chiqyapti? Bu name chiqmayapti. Bu ikkalasi aslida boshqa narsalar. Bu bitta emas, nomi bir xil bo'lgani bilan aslida boshqa narsalar hisoblanadi. Agar buni ichiga men name konsol log qiladigan bo'lsam, Abdulloh keyin aziz chiqadi. Xo'p, ana endi keyingi anaqaga o'tamiz, constga o'tamiz. Const. Xo'p, agar matematika o'qigan bo'lsanglar, constant bo'lardi bizada, ya'ni o'zgarmas. O'zgaruvchi bor, o'zgarmaydigan anaqa bor. Ya'ni const degan konstanta o'zgarmaydi degan. Xo'p, endi const haqida gaplashamiz. Xo'p, tak, bu yoqqa yozib qo'yamiz. Tak, o'zgarmaydigan qiymat. Ya'ni, xo'p, o'zgarmaydigan qiymatlar bor. Xo'p, bizada masalan matematika o'qigan bo'lsanglar, p bor. Yozamiz const. Masalan, p bu nimaga teng? Xo'p, bu 3.14 ga teng. Taxminan. Xo'p, 3.14 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi nima qilishimiz kerak? Buni biz qaytadan assign qila olamizmi? P yo'q, bu const. Masalan, yozishim mumkin p teng deymiz, deylik, yangi ixtiro qilib buni 4.14 desam, ana endi buni console log qilib shu p ni console log qiladigan bo'lsam, bizda nima deb error beradi? Assignment to constant variable. Ya'ni soddaroq qilib aytganda, sen constant o'zgarmaydigan qiymat yasading, ya'ni sen yana uni o'zgartirmoqchisan. Sen const qilgansan, lekin buni o'zgartira olmaysan, chunki bu constant degan ma'noda gapiryapti bu. Shuning uchun let bilan const farqi, constda bu o'zgarmaydi, letda qayta o'zgartirsangiz bo'ladi. Xuddi o'sha qoida ishlayveradi bu yerda ham. Buni copy qilamiz. Mana tashlayman, kommentariyadan chiqaraman. Buni const bilan qilamiz. Buni ham const bilan qilamiz. Bizda hech qanaqa error bermaydi. Chunki ikkalasi boshqa narsa. Ko'rib turganingizdek, Abdulloh Aziz chiqyapti. Agar buni olib tashlasam, xo'p, men bu name ni olib tashlasam error beradi. Xuddi shu letga o'xshagan error beradi. Ya'ni name is not defined. Chunki bu name faqatgina bu block scope ichida ishlaydi. Ya'ni const bo'lsa ham, let bo'lsa ham, ikkalasi ham mana shu blok ichida yashaydi. Agar ustiga olib boradigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, name is declared but its value is never read. Ya'ni yasadinglar, bu variable create qildinglar, lekin umuman uni ishlatmayapsan hech qayerda. Ortiqcha prosta ishlatilmayapti deb aytibdi bu yerda. Mana ko'rib turganingizdek. Agar buni var qiladigan bo'lsam, o'sha ishlatilmayotgan bo'ladi. Agar buni o'chiradigan bo'lsam, o'sha varni ko'rsatmayapti. Chunki var ancha bo'ldi, o'sha ishlatilmaydi. Buni to'g'risini aytsam, o'zim ishlatmaganman. Anchadan beri, shuning uchun sizlarga maslahat bermayman. Xo'p, darsimiz shu yerda yakunlanadi. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, subscribe qilib, ya'ni obuna bo'lib, do'stinglarga yoki shu o'rtog'inglarga jo'natib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bu juda ham katta yordam bo'ladi menga. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.